Orzuyingizdagi sanuzel. Assalomu alaykum. Toshkentda malyarlar devoringizda K3, K4 qilib beraman deb sun'iy narx ko'tarib, paloncha dollar deb aytdi deb bir tanishim aytib qoldi. Yaxshiroq malyar qarab bering dedi. Aslida bu narx sun'iy ko'tarish emas. Xuddi shunaqa devorning kategoriyasi bor. Boshqarib K bilan belgilanadi. Hozir sizlarga o'sha K1, K2, K3, K4 gacha devorda aniqliklarni tushuntirib beraman. Boshladik. K1 aniqlik devorni tekisligini bildiradi. Ya'ni butun yuza bo'ylab devoringiz bu burchagidan u burchagiga yo u burchakdan bu burchakka 5 mm aniqlikda bo'lishi kerak. K2 devor 3 mm aniqlikda bo'lishi kerak. K3 devor 2 mm aniqlikgacha bo'lishi kerak. K4 eng zo'ri bu yuzadan u yuzigacha atiga 1 mm. Bu MDF shponlarda ham ko'proq kuzatilmaydi. Juda aniqlik o'ta nov bo'ladi. Buni provilalarda aniqlab bo'lmaydi. Buni nima deydi, maxsus lazerlari bor, o'lchaydigan apparatlar bor. O'shalar bilan devor xuddi bezvozdушныйda kraska sepgan vaqtingizda devorlar вообще idealni ko'rinadi. Ko'pchilik provila yoki mayda chudalar bilan tekshirmoqchi bo'ladi. K2, K3 lar tekshirsangiz bo'ladi. Lekin K4 ni lazerlarda o'zini moslamalarida tekshirib olasiz. Bu hech qanaqa malyarlarni anos emas, haqiqiy mehnati. 4 kun, 5 kunlab bitta devorga mehnat qilishadi. O'shaning uchun sal qimmatroq narx aytishadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.